Diqqat, xalq tezkor xabar. O'zbekistonda korrupsiya qaysi sohada eng ko'p uchraydi? O'zbekistonda korrupsiya eng ko'p uchraydigan sohalar ma'lum bo'ldi. 2025-yilda korrupsiyaga oid jinoyatlar bo'yicha 7517 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Korrupsiya oqibatida davlat manfaatlariga 2,9 trillion so'mdan ortiq zarar yetkazilgan. Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar eng ko'p maktabgacha va maktab ta'limi, sog'liqni saqlash, mahalliy hokimliklar, tijorat banklari sohasida qayd etilgan. Shuningdek, davlat xaridlari sohasida 12,6 trillion so'mlik qonun buzilishlar aniqlangan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.